MD patala ishqibozlari navbatdagi obyektimizni tugatib oldik. Xonamiz razmeri 9,5 ga 3,15. Общий договорda 12 million so'mga bitkazib berdik. Hamma mahsuloti mana shu ko'rib turgan svetilar, kashta, rover xizmatlari, usta haqqi, oyoq tagiga leksalarigacha o'zimiz olib keldik. Xullas, uyning egasiga umuman ish qoldirmadik. Oxirida mana bunaqa akkuratni qilib tozalabgina uy egasiga topshirdik, xudo xolisa. Nasib bo'lsa to'yda qilsinlar. Remontlar qilsa, nasib bo'lsa juda ham ochilib qoladi xonamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol opisaniyada yozilgan raqamga murojaat qilinglar.